Nega? Qozon tashlaydimi? Nima ish qozon tashiyotsa? Buzda qapti. Nari buzib qapti? Aytgan tomoq o'xshamabdi. Tashlaytib yangisini olay. Ya bu aytgan tamqon o'xshimiz qozon bilan nima ishi uni? Qanda qozonlasa shu qo'lam. Bitta battan bo'lgandan keyin tamqon o'xshamaydi. Qozon tashiyotim dedi-ku bu. Mush qozonni aytganman tomoqni o'xshamisa ya. Va bana ishlar baksapa chiqqina bana. Nimda tuzliq bu? Dö. Ishqitoli qapti bu baksapdan. Qanday qilib ishtal qal, ish bo'lmasa ishtal qaldi. Hozir go'sh olsun akrib bermamsa qarama jozning tozligini. Go'sh ishlamay. Pishkirolar keltirmaydi buni. Qaytdi. Baksapda ishga kiramsa. Ha. İyi zo'langa. Ne ma'qul? 10dan 8 qalta. 8 qaltunmi? Ha. Guruchdan 7 qalta. 7 qalt turish. 30 kilo navat, 20 qap tuz, hadek baksaptimda 6 ish. Ha, telefon numarim 13 39. Hamisha ichib turamda. Ya apırpamaysiz, aytsam do'koningizga akab berdim ish narsalarni. Nope. Apflashdan berib ilvasingiz bo'ldi. Men yozgan narsalar ma'lum. Ana alam demamiz meni do'konim bo'lmasa ya. Anki men do'konimni solaman. Ha. Do'koningizning ichida bir qapli baksap qapda qolgan narsalar hech qaysi yo'q. Ma